Keçirenler vatandaşlar. Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiyede sıra ediyoruz. Washington'da sözdeyimiz. Bugün çislağa 2023 yıl 5. ayının 18. gün haftığı Perşembe vatandaş. Bugünkü vaziyet ve haberlerimizde ise Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Joe Biden Yaponia'da elçilediğin sanaatleşken 7 devlet Garoy yığınıga katnaşışı 18. günü düştün keyin Yaponia'ga yetip bardı degan haber yetip geldi vatandaşlar. Endi ikinci bir vaziyetimiz nima desanglar bugünkü macu. Yoki burunqi mashanshinvi. Mashanshinvindan aptori. Qisqa xabarlarda bunday yozibdi. Prezident Joe Biden bilan Yaponiya vaziri Fumio Kishida 7 davlat guruhining nishoni aniq. Vladimir Putinni mag'lub qilish, Xi Jinpingni g'o'litish, O'rta Osiyoni o'tkazib elish. Xi Jinpingning tatlı xiyallari haddidan oshib ketdi. Sen nimani tushunding? Axborot xabarlari Maci YouTube 5. ayının 18. günü. Muşunu vaziyet değil bugün. Çünkü hazır dünyada iki joyda iki yığın açılıp biri Jungo Xi'anda. O'rta Asiyodagi 5 devlet, Jungo'nu qo'shganda 6 devlet. Yaponiyada Guangdou'da 7 devlet guruhining yig'ini açılıp. Hazır Jungo bu yig'inni tashkillaganda o'rinlashtirganda Yaponiya Guangdou'da açıladigan 7 devlet yig'iniga taqma-taq taqobil turishni o'ylashdimi va yoki qanday o'rinlashtirdi? Buni tushungili olmaydi vatandash. Hozir qaraganda O'rta Osiyoga singib kirishni o'ylayapti. Ya mening deganim boshqacha bir singib kirishni o'ylayapti. Jungo hukumati mushu yo'lga qadam bosdimi degandek. Hozir torbetlarda 1-2 kundan beri shunday so'zlar paydo bo'ldi. Men toza diqqat qilmadim. Biroq bugun halqılık paytlar Tayvanning video film ishlagichi kanali halqılık paytlarning xabari qaraganda buni endi rost deyish kerak vatandosh. Masalan, Rossiyaning Yiroq Sharqdagi shahri Vladivostok dengiz portini hozir jungoliklarga ochib beribdi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin. Ondan keyin sal nariroqdagi Saxalin oroli, Xitoy tilida Kuye deyiladi. Bu Saxalin orolining portini jungoga ochib beribdi. Shundan qaraganda hozir Vladimir Putin nima ish qilyapti? Masalan, Rais Xi Jinping Moskvani qo'llamayman deb birdam oldi, birdam kayniga mengib. Masalan, Moskva yoki Rossiya Ukrainaga tajovuz qildi degan so'zga hargiz yaqin kelmaydi. Mushkungacha ashunda kelayotgan bir davlat endi uning ustiga hozir Vladivostokka kirdi jungo echivitilgan rayon deydi. Saxalin oralig'iga kirdi jungo echivitilgan rayon deydi. Yoki Rossiya Federatsiyasi echib bergan rayon deydi. Şuna müşiyele kirdi desi bu hazır xalqaro jamiyatda yana bir gap, yana bir g'olg'ula, yana bir masala bo'lib o'tirib chiqishi mumkin bu. Masalan, Rossiya bu yana azaldan ochib berishni yoki Rossiyaga o'ylashga, jungoga o'ylashganmi yo'q, buni bilgan olmaydi vatandoshim. Ishlar mana shunday kelyapti deyli. Endi bugundan aytsak, ikki davlat 7 devletning yig'ini Yaponiyada, 6 devletning yig'ini Xi'anda jungoning zaminida. Hozir Xi Jinping bular bilan iqtisodiy jihatdan nima aloqalarni qilishadi?
siyosiy hujjatga imzo qo'yamiz debdi. Nima siyosiy hujjat bu? Bundan keyin chiqishi mumkin. Birinchi bo'lib Qozog'istonning prezidenti To'qayev yetib keldi Xi'an shahriga. Uning keyinda Qirg'izistonning prezidenti yetib keldi Xi'an shahriga. Bu ikki yig'in o'xshash vaqtda ochildi. Shunga tashqi dunyo bu yig'inning ochilishiga yoki Xi'an O'rta Osiyo yuqori darajaliklar yig'iniga alohida diqqat qildi. Chunki ular Amerika qarshilashayotgan shundaq bir paytda O'rta Osiyoning jo'grafiyalik o'rni Yevro Osiyo o'rtasida turgan iqtisodiy qaloq bu rayon yana O'rta Osiyo dal hozir bir qimmatni oshkorildi. Masalan, bugun kelishga qo'yilgan mavzu nima desangiz, Amerika Jungo elishadigan yangi nuqtalar. O'rta Osiyo yuqori darajaliklar yig'ini va 7 davlat yuqori darajaliklar yig'ini. Men tan qo'yibdim mavzuni. Mavzuli xabar 5-oyning 17-kun Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Bu xabarning yakunlik siyani deyli hozir qishlarga yetkazganlik siyaning oxirgi qismiga diqqat qilaylik. 5'ini aytganda 5'dagi so'zlar asosiyatdan takrorlangan so'zlar deymiz buni. Endi hozir 19-kun 7 davlat guruhi boshlig'ining Yaponiya Guangdouda ochildi. 7 davlat guruhi yuqori darajaliklar yig'ini diqqatini eng asosligi Jungoning g'arb davlatlariga iqtisodiy jihatdan zo'ravonlik qilish harakatlariga qanday zarb berish masalasiga markazlashdi. Masalan, hozir o'tganlarda aytdik, iqtisodiy zo'ravonlik deganda bu Osiyodagi yoki boshqa joylardagi zo'ravonlikni qo'yib turib, hozir bevosita taraqqiy qilgan g'arb davlatlariga qaratgan gap Jungo. Iqtisodiy jihatdan zo'ravonlik qilish, iqtisodiy jihatdan majburlash, iqtisodiy jihatdan yuqori talab qo'yish, bu orqali mablag' solg'uchilar g'arb dunyosining Jungo bilan savdo tijorat qilg'uchilar g'arb dunyosining mushu savdo faoliyatlariga qalaymaganchilik keltirdi deganda bu qatim Yaponiya Guangdouda ochildigan 7 davlat guruhining yig'ini dal mushlasiga Xitoyning mushu qiliqlariga, mushu atgan ishlariga, mushu qilayotgan ishlariga zarb berishni maqsad qiladi deydi. Bu yerda hozir bu qatim 7 davlat guruhi o'zining kollektiv kuchini ko'rsatib qo'ydi. Shunga bu ish hozir bu masalan Jungoning iqtisodiy zo'ravonligiga taqobil turish, zarb berish bu qatimki 7 davlat guruhining muhim muammolarning, vazifalarining yoki masalalarining birisi bo'lib qoladi dedi. Endi kelayli, bu qatim O'rta Osiyoda yuqori darajaliklar yig'inining kishilarga beradigan ta'siri Rossiya Ukraina urushi bilan yetim holatga tushib qolganda Xi Jinpingning ko'sh to'plab g'arb dunyosi bilan qarshilashadigan bir taraf qarshilashadigan bir qatimliq tirishchanligida. Masalan, Xi Jinping riyosatchilik qildi O'rta Osiyo yuqori darajaliklar yig'iniga. Bu qatim buni bunda o'rinlashtirish dal Rossiya ojizligi, urush maydonida ojizligi deb qaralgan mushu kunda O'rta Osiyoni chaqirib elib kelib, Reis Xi Jinping hozir g'arb dunyosi bilan qarshilashmoqchi. Balki bu mushu tirishchanlikning bir qismini qilayotgan ish. Beijing hozirgacha Rossiyaning tajovuzchilarini yaqinlab keldi. Xalqaro jamiyatning kuchli noroziligini qo'zg'adi. Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa so'rinlarda asos jihatdan butunlay yetim holatga tushib qoldi vatandosh. Masalan, alayli Angliya BBC 5-oyning 16-kuni Angliya podshohlik birlashma tadqiqot o'rni Singapur Janubiy Osiyo Sanoat universiteti tadqiqot o'rnining yuqori darajali tadqiqotchisi Pantusi
Rapillo Fentüsi'nin sözlerden nakil keltirip BBC bunda gösterdi. Orta Asya dünyada en zor dairlik, yani keng dairlik, keng miqyaslık, iqtisat tez terakki kılıvatkan bir rayonda. Demek Orta Asya müstakil bolgandiken bu rayonda hukuk koyup itildi degen gap. Şunun bilan iqtisatning taraqqiyoti iziga tushdi, lekin ana shiddati, masalan, iqtisodning shiddati nima? Iqtisodiy taraqqiyotning shiddati nima? Lekin endi boshlandi yoki O'rta Osiyo rayoni, butun rayon hozir iqtisodiy taraqqiyot uçqandek taraqqiy qilish davriga kelayotgan bir rayondir deydi. Şunlaşqa bu rayonga deydi, bu nuqtaga Amerika Qo'shma Shtatlari diqqat qilmay turolmaydi. Yani Amerika Qo'shma Shtatlari O'rta Osiyoga ko'ngil bo'ladi, diqqat qiladi. Hozir buni kim deyotdi? Singapur Xalqaro tadqiqot o'rni institutining yuqori darajali tadqiqotchisi Fentüsi shunday deydi. Endi yana Rossiya va Ukraina urushining portlashi Amerikaga O'rta Osiyo rayonining qimmatini yana bir qatim ko'rsatdi. Müştümden tabi düşünmedim şundak bolsa, ben de Rusya ve Ukrayna urushining portlashi O'rta Osiyoning qimmati, masalan, iqtisodiy jihatga qimmati, strategik siyoset jihatiga qimmati va yoki echilgan rayon, echilmagan rayon, buniki diqqat qildigan rayon va buniki ko'ngil bo'ldigan rayon qimmati doirasidagi qimmati uchun aytganda Amerika, Rossiya, Ukrayna urushi portlash bilan O'rta Osiyoning bu darajadagi qimmatini to'liq tushanda Amerika deydi. Endi buna qarshi emas. Amerika O'rta Osiyoga diqqat qiladigan bo'lsa, Amerika O'rta Osiyoni har jihatdan tushunadigan bo'lsa, qo'llaydigan bo'lsa, biz bunga diqqat qilamiz vatandoshlar. Ondan 7 davlat guruhining yig'inida yana bir tema, bosh tema oxirgi chiqamda qanda. Qarang, qimmatini ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat islohoti Antony Blinken bu yil 2-oyda Qozog'iston qatorliq O'rta Osiyo davlatlarini tuyuqsiz ziyorat qilib, Amerika qo'shilgan O'rta Osiyo 5 davlat yig'iniga qatnashdi. 2-oyda O'rta Osiyo davlatlari tashqi ishlar ministrlari bilan ko'rishdi. Bu ko'rishish Amerika bu davlatlar bilan munosabatni mustahkamlayotdi deb qaraldi. Moskva bilan Beijingning bu rayondagi ta'siriga qarshi turmoqchi bo'layotdi Amerika deb qaraldi. Yevropa İttifaq Komiteti Reisi von der Leyen xonim mushayatda munda qashqarildi vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden va Yaponiya Vaziri Fumio Kishida 7 davlat guruhi yuqori darajalik yig'ini mezgilida yer shaharlari, asosiy qurilish aslahalari va mablag' solg'uvchi shirkatlar munosabatini birlikda muhokama qilamiz. Von der Leyen shunday dedi. Umumiy qarashlar bundaq hisobladi. Dunyoviy qarashlar bu qatimqi 7 davlat yig'iniga bu taklif, yani Von der Leyen o'tirib qo'yayotgan taklif 7 davlat guruhining Xi Jinpingning bir yo'l bir belbog'i tashabbusi qarshi turish uchun o'tirib qo'yildi. Men mushu jumlani masalan 7 davlat guruhi Xi Jinpingning bir yo'l bir belbog' tashabbusiga qarshi turdi degan mushu gapni men bugun O'rta Osiyodan Xi'anga 5 davlat yuqori darajaliklar yig'iniga qatnashishga yetib kelgan Qozog'istonning prezidenti To'qayev, anda Qirg'iziston prezidenti va yana boshqa Tojikiston, Turkmaniston prezidentlariga shuni aytib qo'yayki, Jungoning bir davlat bir belbog' siyosati dedik o'tganda jazoni-xo'rlik, balki zamonaviylashgan jazoni-xo'rlik misollarni keltirib bo'ldik. Shuningga diqqat qilinglarki, O'rta Osiyo davlat boshliqlari bugun bu tashabbusga, bir yo'l bir belbog' tashabbusiga bugun 7 davlat guruhi o'rta qarshi turadigan bo'lsa, bu taklifni rad qiladigan bo'lsa, sizlar O'rta Osiyo davlatlari
Dikkat kılыңlar. Demek, Garp dünyası hazır bir yol, bir belbağının nemi ekenligini bilip yetti, tonup yetti. Meyli İtalya, meyli Şarkı Avrupa. Lekin sizler Orta Asyalıklar, yani bu koçuda lağaylap yürüyüverdiğin bolsanlar, Orta Asyalıklar bunun kelgüsü sizler için siyasi cihette koyup durayla iqtisadi cihette intayın eğer akıbatını keltirdi. Bir yol, bir belbağ teşebbüs.